Assalomu alaykum hurmatli shofirkonliklar. Shofirkon tumanida yana bir ajoyib yangilik. Zahratun supermarketining orqa tomonida eski pillaxonada akamiz ishlab chiqarishni yo'lga qo'yibdilar. Termopanel hamda termotravertin mahsulotlari ishlab chiqariladi bu yerda. Aka, bularni nimadan ishlab chiqariladi, qanday ishlab chiqarilishini batafsil ma'lumot bersangiz. Bu ko'cha tomonga, uyni ko'cha tomoniga fasadga bo'layotgan narsa bu. Suvga, namga, issiqqa chidamli narsa. O'zi nimadan ishlab chiqariladi aka? Bu orqasi 22 plotnus nima qalinlikda bu Penaplex bu. Yuzi. Penaplex. Yuzi bu 5 xil ximikat qo'shiladi. Mramorni kroshka. 6 xil narsa qo'shilib mana shu mahsulotlari taxlanadi. Bu namga, qorga, hamma narsaga chidamli. Uyga yopishtirilganga, masalan, cho'pkori uyga, g'ishtlik uyga, cho'pkori uy bo'lsa, bunga reka bilan bo'ladi. G'ishtin uyga o'zini kilesi bor. Kafelni kile pena kile bilan yopishtiriladi. Mana bu narsalar har xil bor. Mana bunaqa fasonlar bor. Mana bunaqa fasonlar bor. Mana bu versachiliklar gullik bo'ladi, girdiga ramka qilish uchun. Mana bu narsalar. Bizga masalan qaysi klient qanaqa svetni xohlasa, biz o'sha rangni chiqarib berib bilamiz. Rangi o'chmaydi bu narsani. Ustidan yana buni laklari bor. Qurib bo'lgandan keyin hammasini ustoz xizmatlarimiz ham bor. O'zimiz polni klient bilan gaplashsak, ustoz xizmatlari polni mahsulotlari, reka, peka, klepli hamma narsasi o'zimizdan qilib berish, shuning uchun nima xizmatlarimiz ham bor. Uyni egasi bitta samolyot ham olib bermaydi. Tolqa bitta ustalarga obed beradi, qolgan hamma narsasi men o'zim ustalarim bilan polni qilib bitirib berib bilaman. Biroq quyoshga ham chidamliligi bor. Quyoshga ham chidamli bu. Qishga ham yozga. Uyingizni ham issiq saqlaydi. Qishni kuniga termizday bo'ladi. Yozni kuniga bu issiqlikni ichkariga kirgizmaydi. Mana shunday foydali tomonlari bor. Salqin qilib beradi. Salqin qilib beradi. Uyni termizday ushlaydi. Har xil svetlar. Mana bunimiz sokulga ketadi. Sokulga, pastga. Mana bunimiz ham sokulga ketadi. Qora svet bu. Bu narsani xuddi mana shu fason oq svetga ham mana bu narsadan chiqarib berib bilamiz. Mana bu narsalar fasadga ketadi. Devorga, polni. Mana bu narsani ham fasadga qilsa bo'ladi. Bu narsani ham oq rangga, yuzini qora qilib beramiz biz. Bu endi salbiy buzuqroq. Qurganimiz o'tib Mana akamiz bilan bu narsani qilingan joyga keldik. Bu joy qayerda aka o'zi? Galasyo. Galasyoga keldik, ha? Galasyo shahri. Siz o'zi yana qayerlarga bu narsalarni eksport qilgansiz o'zingiz? Biz Jondor, Qarako'l, boshqa oblastlarga ham qayerdan zakaz bo'lsa, biz o'sha yergacha dastavkasi hammasini aytib berib, ustoz xizmatlarimiz ham bor. Mana buni yana cho'pkori uylar bo'lsa, mana ana sho'rpur, ana bu narsalar bilinmaydi. Reka, kile bilan yopishtiriladi bu. Mana bu sho'rpur umuman ta'sir qilmaydi bu yoqqa. Bu narsa chiqmaydi, bu narsa nima bo'lmaydi. Yana ustidan buni laklari bor. Moyishi aboyday bo'ladi bu narsa. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa,
Ustalar ham o'zlari bilan bor bu kishini. Xo'p. Ustalar xolasalar ustalar bilan keladilar. Xolasalar agar o'zlari qildirasizlar bu narsalarni. Bu kishi- Dastavkasi bizlardan. Dastavkasi bu kishini o'zlaridan ekan. Polni besplatni. 1 kvadrat metri mana bu narsa agar biza dastavka qilib bersak agar 1 kvadrat metri 85 ming so'm bu narsamizni. Agar usta xizmatlarimiz bo'lsa agar usta xizmatlari devolga qarab yana kelishiladi. Mana bu reka peka hamma narsasi o'zimizdan etib, polni qurib berib, chiroyli qilib taxlab beramiz shu narsalarni. Shunday xizmatlarimiz ham bor. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, akaga aloqaga chiqaverasizlar, telefon nomerlarini pastda qoldiramiz. Bemalol telefon qilib kelaverasizlar. Manzilimiz Shofirkon tumanida joylashgan. Все нормально, как у вас, как жизнь? Как в России? Да, уже взрослый. Внутри садин, да? Да.